Jamshid aka, klassik uslubida uy qurmoqchiman. O'zi umuman klassik uslubidagi uylar qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Shunaqa savollar uchun klientlarga tayyor o'sha aytganimizdek uyni klassik holatida remont qilib qo'yganmiz. Hozir bitta siz bilan ko'rib chiqamiz. Bu muhitimiz polniy o'sha klassik yo'nalishiga moslashgan. Hamma joylari bilan deb ko'rsangiz, o'ziga xos chiroyli muhit. Hop, bu yerda birinchi bo'lib nima ko'zga tashlanadi? Siz devorlar hamma joy oppoq atacentoda qilingan, bazaviy holatda va gulli chagalar ishlatilgan. Depnitsalar hammasi gulli va oqqa plus tillarang bezak berilgan. Bu juda ham hashamdorlikni ko'rsatadi. Sodda qilib aytganda, yuzni hashamatli ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, klassik dizayn yo'nalishi sizga rosa mos tushadi. Lekin shuni tavsiya qilamiz klientlarga, balandroq uylarga klassika qilish yana ham uyni chiroyliroq qilib ko'rsatadi. Bu yerda yana nima ishlatganmiz siz klassika xonaga to'qroq jigarindan parket qilingan, oddiy bas, bu ham archasimon qilingan. Shu holatda lustra biralarni ham shunga moslangan. Umumiy holatda klassik yo'nalishi hashamdorlikni bildiradi. Jamshid aka, hozir bizni kuzatib turgan obunachilarimizdagi bor savolni aytaman. Bu mahsulotlar menga yoqdi deylik. Men buni olish uchun Domstroga borishim kerakmi? Bu savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Haqiqatan showroomimiz shu asosida qilinganki, Domstroda bor mahsulotlardan asosiy remont qilib qo'yganmiz. Klientimiz kelib, shu dizaynni yoqtirishsa, shu mahsulotlarni bemalol Domstroning barcha filiallaridan xarid qilsalar bo'ladi. Bunga nimalar qiladi? Siz parketdan tortib to lustragacha bemalol xarid qilsangiz bo'laveradi. Agarda oilaviy kelib shu muhitlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, shunchaki ko'rish uchun ham bizning eshiklarimiz doim ochiq. Showroomimizga kelasiz. Showroomimiz o'sha manzilimiz bor, Hamza teatr ro'parasida, san'atkorlar domini tagida. Chetga bemalol kelib, oilaviy shu dizaynlarni ko'rib, oldindan tasavvur qilib, o'zingizga yoqqan mahsulotni bemalol xarid qilsangiz bo'laveradi. Klassikani yoqtiradiganlarga jo'natib qo'yamiz.